Assalomu alaykum kuzatuvchilar hamda kanalimiz obunachilar. Ish jarayonlarimiz davom etmoqda. Mana bahorning oxirgi kunlari endi Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglarini yoz fasliga qay holatda chuvalchanglar quyosh nurlaridan asrash uchun qiladigan ishlarimiz bor. Ya'ni ustiga soya, ko'rib turgan bu reaktorlarimiz ustiga soya, mana qora torsetka olib keldik. Shu torsetkani Xudo xohlasa mana shu reaktorlarimiz ustiga bir qator yopamiz. Buni yopish ham oddiy, shu turishiga yopilmaydi. Agarda turishiga yopiladigan bo'lsa, mana qora rangli setkalarimiz quyosh nurlarini o'ziga tortadi. Tegib turganda, ya'ni mana buni ustiga to'g'ridan to'g'ri tegib turganda issiqligini oshirib yuborib, chuvalchanglarga zarar keltirib qo'yadi. O'shaning uchun mana biz somon olib kelganmiz. Somonni bir qator shu reaktorlarimiz ustidan qalinroq qilib yopib chiqamiz. Yopib chiqqandan keyin sim bor, mana parnikda simi. O'sha simni Xudo xohlasa qadalgandan keyin ustidan mana qora torsetkani tutib qo'yamiz. Bu endi birinchi yilga tajriba. Avval o'zimiz qilib ko'ramiz. Agarda natija yaxshi bo'ladigan bo'lsa, natijasini keyingi videolarda bir qator siz aka-ukalarimizga ko'rsatib boramiz uni ham. Keyingi navbatida o'zingiz ko'rib turibsiz, ustini somonlar bilan yaxshilab yopdik. Endi boya boshida aytib o'tganimizdek setkani ustiga to'g'ridan to'g'ri yopsak, qora setkamiz issiqlikni o'ziga tortib, somonni qizitib, tagidagi chuvalchanglar oziqasini qizdirib yuboradi. O'shani oldini olish maqsadida yonidan sim qadab chiqyapmiz. Mana shu holatda aylanasiga yaxshilab qadab chiqamiz. Agar sal osilib qoladigan bo'lsa, ya'ni salq bo'lib qolsa, o'rtasidan bir qator tortib olsak, Xudo xohlasa natijamiz a'lo darajada bo'ladi. Shu videoning davomiyligida setka tortilgandan keyingi jarayonni ham aka-ukalarimizga bir qator ko'rsatib boramiz. Keyingi jarayonida parnikni yopganday qilib, agat qilib simlarni qadab chiqdik. Ko'rinayotgan bo'lsa, shu holatda endi ustidan setkani tashlaymiz. Mana yerga qanday qilamiz desa, yerga mayda hozir aka-ukalarimizga bir qator ko'rsataman. Ko'rib turibsiz, qoziqcha yasab olish. Qoziqchani mana bunday qilib o'rtasini buklagan holatida, mana yerga avvalan qadalgan joyi bor. Mana shu holatida qilib qoqib chiqamizda. Keyin ip boylab olmaydi, chunki yozda juda issiq bo'ladi. Alyumin simlar bo'ladi, oq sim. O'sha sim bilan boylab chiqsak, Xudo xohlasa natija a'lo darajada bo'ladi. Setkani uchini bir qator shunday qoziqlardan olib qoqib chiqamizda. Keyin alyumin simlar bilan bir qator tortib boylaymiz. Buni foydali taraflari mana somonlar yoniga sochilib ketmaydi. Begona qushlar ham kelib ichidan bug'doy izlashi mumkin. Ichiga kira olmaydi. Qanday ustiga yopsak shu holatda turadi. Suv sepish esa setkamiz ustidan bir qator sepilaveradi. Keyingi jarayonida mana o'zingiz bir qator kuzatib turibsiz. Ish jarayonlarimiz yakuniga yetdi.
tagi. Somon yopilgan. Ustiga qora to'rsetkalarimizni yopib yozga shay holatga keltirdik. Xudo xohlasa, agar bu natija beradigan bo'lsa, yana yildan boshlab hammasini shu holatda qilamiz. Ozga berish qanday bo'ladi desa, ozga berish bir tarafini zajimlar bilan qistirilgan. Ko'rinayotgan bo'lsa, zajimlar shuni yechiladi-da, bir tarafga shuni ochiladi-da, keyin ozga berilsa bo'ladi. Bemalol somonni olib shu holatda avval bir tarafiga berib olsa, keyin keyingi tarafiga. Mana shu holatda bizni ish jarayonlarimiz davom etmoqda. Keyingi navbatida mana bu reaktorimizni ustiga ozga berilgandan keyin quruq somonni o'zini yopamiz. Bu eksperiment sifatida qilinyapti. Mana shu holatda.